Hurmatli brifing ishtirokchilari, 2025-yilda bajarilishi kerak bo'lgan ishlar va 2026-yilda qilinishi ko'zda tutilgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot beraman. 2025-yilda Olti tuman adliya bo'limi xodimlari tomonidan jami 763 ta fuqarolarning huquqlari tiklangan bo'lsa, 324 ta fuqarolarning birlamchi yuridik yordam ko'rsatilib, ularning huquqlari tiklanishiga erishildi. Jumladan 2025-yilda davlat tashkilot organlariga jami 73 ta bajarilishi majburiy bo'lgan ta'sir choralari kiritildi. Bundan tashqari 34 ta da'vo ariza kiritilib, fuqarolarning qonuniy huquqlari tiklandi. 2026-yilda adliya organlarining oldiga qo'yilgan asosiy maqsadlardan biri bu fuqarolarning huquqiy muammolarini aniqlash va ularga yechim izlash yuzasidan yangicha mexanizm ishga tushirildi. Jumladan oladigan bo'lsak, raqamli mahalla platformasi ishga tushirilib, mahallani yettiligiga huquqiy yordam berish, aholining huquqiy muammolarini aniqlash yuzasidan keng imkoniyat yaratib berildi. Misol uchun, birgina raqamli mahalla platformasi orqali ishga tushirishning natijasida joriy yilning shu kuniga qadar bo'lgan davr oralig'ida jami 84 nafar fuqarolarning murojaatlari kelib tushgan bo'lsa, shundan 48 nafar fuqaroning huquqlari tiklanib, 15 tasiga huquqiy tushuntirish berildi. Qolgan murojaatlar o'rganish uchun ish jarayonida turganligi ma'lum qilinadi. Hududiy elektr tarmoqlari korxonalarida, demak, huquqni qo'llash amaliyoti bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatilishi yuzasidan monitoring tadbirlari o'tkazildi. Mazkur monitoring davomida 7 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida javobgarlikka tortildi. 2 nafar xodimga esa, demak, tegishli tartibda intizomiy jazo chorasi qo'llanishiga erishildi. 2026-yilda bu joriy davrga nisbatan qo'yilgan asosiy adliya organlari qo'ygan talablardan yana biri bu aholining huquqiy savodxonligini oshirish. Bu adliya organlarining 2026-yilda amalga oshirishi bo'lgan eng muhim bir vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur vazifa yuzasidan tuman tashkilotlarida, idoralarda, mahallalarda, turli jamoatchilarida adliya organlari xodimlari tomonidan turli xil targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshiriladi. Jumladan birgina misol tariqasida oladigan bo'lsak, yaqindagina Olti tumani Qurabal mahallasida viloyat adliya boshqarmasining birinchi o'rinbosari tomonidan, demak, sayyor qabul o'tkazilib, mazkur sayyor qabul natijasida fuqarolarni qiynab kelayotgan murojaatlarga yechim izlash uchun 13 ta murojaat ish yurituviga qabul qilinib, o'sha joyning o'zida 15 nafar fuqaroga huquqiy tushuntirishlar berildi. Aholi bilan muammosini aniqlash yuzasidan barcha tashkilot rahbarlari, xodimlari aholining huquqiy muammolarini aniqlash va ularni yechim izlash bilan shug'ullanmoqda hozirgi kunda. Birgina misol uchun, hozirgi kunda tuman adliya bo'limining ish yurituviga qabul qilingan jami murojaat soni 2026-yilning mana shu joriy davrgacha bo'lgan qismida 153 ta murojaat ish yurituviga qabul qilingan bo'lib, bu barcha tumandagi mahallalarda aholini qiynab kelayotgan huquqiy muammolarga yechim izlash yuzasidan qilingan chora-tadbir hisoblanadi. 2026-yilda qabul qilingan qonun hujjatlari, bajarilishi kerak bo'lgan boshqa qonun hujjatlarining ijrosini ta'minlash yuzasidan barcha tumandagi tashkilotlarda, idoralarda xodimlariga huquqiy targ'ibot, huquqiy tushuntirish va huquqni qo'llash amaliyotida yuzaga keladigan muammolar yuzasidan taklif va tavsiyalar berib borilmoqda. Hurmatli brifing ishtirokchilari, tuman adliya bo'limi tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan mazkur brifingda ko'zlangan asosiy jarayonimiz mana shuni tashkil etishi belgilab beriladi.